Assalomu alaykum barcha namanganlik aka-xonlarga. Ana shu yerda ikkita ustaxona bokslarimiz bor ekan, almashtirib oldida. Xadovoy ustaxonalari, ichkarida mo'ykaxona. Mana shu yerga ish kerak, ish yurgizish kerak. Mana avto servisi arendaga berilar ekan mana. Ikkita xona. Jihozlarni chiqarilib turib, o'zlaringizlar jihoz qilib olasizlar. Bu xonada yama bor. Yamalari bor. Keyingi xonada podyomlik bor. Mana yerda mo'yka xonamiz ham bor. Mana bu yerda podyomlargacha tayyor qilib qo'yilgan. Oldingi ustalar ish yurishmasdanmi yoki boshqa safarga chiqib ketishdi. Qancha siz okaxon narxini? Ijara narxi? Bitta xona $100 dan. Bitta xona $100 ekan, lekin kelishamiz dedilar. Podyomliklar ishlar ekan, mana polni zo'r, hammasi ishlaydi bu. Yaxshi. Qulaylik taraflari hammasi bor okalar. Mana dam olish xonalarimiz bor. Usta bolalar bo'lsa, shu namanganlik okaxonlarimizga tashab qo'yarsizlar ustalarga. Hamma qulayliklar bor mana shu yerda. Almashtirib yonida.